Hammalaringa assalomu alaykum. Mana biza Xudoga shukr Argentinaga keldik hozir. Beh shaharchasini oti Mar del Plata ekan. Bu kurortni no'g'ayn ekan, bu shaharcha ekan. Beqqa eng katta mana arqamga eng katta Atlantiskiy okeanlari ekan. Mana qaranglar hamma xushli. Nozanin kattaligini qaranglar. Shon gaplar. Yaxshi shahar ekan, lekin juda qimmat shahar ekan, lekin cho'nchakka bir 10 ming, 15 ming dollarda olib kelib aynalaman desa agar bo'lar ekan. Lekin bepullik kelsa odam qiyin ekan. Shon gaplar. Shaharcha zo'r, xushru, aynalaydigan shahar. Zo'r shahar ekan. Xudoga shukr ish qilib keldik-da, shu yerga bir aynalib bir tomosha qilib ketaydik deb-da, shu Argentinani ham. Mana ajoyib. Ilohim hammalaringga nasib qilsin shunaqa joylarga kelish. Hammalaring kelinglar shunaqa joyga, dam olinglar. Tomosha qilib ketinglar. Xushli joylari ko'p ekan, lekin aylanaydigan joylar. Mana tomosha qilaydigan joylar. Zo'r. Mor okeanning oldiga yursanglar, xuddi ko'chaga konditsioner yoqilganga o'xshaydi. Salqin, havosi toza. Zo'r joylar ekan, lekin hammaga nasib qilsin.